Sinfdosh, qalay sinfdosh? Andamaysan? Brat, buni xotini men sinfdoshim bo'lganda, shunga so'rayapman. Brat, haligi gap bor-ku, nima sinfdoshingga uylanmaysan desa, burnini oqqanini ko'rib qolganmiz deydi-yu. O'sha biz ko'rib qolganmiz-da buni. Burnini oqqanini ham aytib beralaman sinfdoshni, qanaqangi prichoska qilganini ham. Qatida nima borligigacha aytib beralaman xotiningni, bilasanmi? Shukur. Ha, brat. Xohlaysanmi? Onangni qatida nima borligini aytib beraman. Men senga Xohlaysizmi, tilingizni sug'urib olaman. Gapingizga javob bera olmasangiz, brat. gapimga javob beraman. Keyin men seni tilingni sug'urib olaman. Brat, gapingizga javob bera olmaysiz. Arqangizdan hech kim ham chiqmaydi og'zingizdan chiqqan bu gap uchun. Agar noto'g'ri gapirsam, tilimni o'zim kesib qo'lingga tutqizaman. Ishlat bo'lmasa, qalbida iymoni bor. Yuzlarida nur bor. Sochlarida sanida bedor o'tkazgan tunlardan qolgan oqlari bor. Qo'llarida halol mehnatdan orttirgan qadoqlar bor. Yana ko'nglida sen qachondir umidlarini oqlaysan degan umid yashaydi. Qaysi biri noto'g'ri? Tilingni chiqar. Til bu hayvon. Agar uni nazorat qilishni bilmasang, bir kun kelib o'zingni g'ajiydi. Yana bir joyda bidirlab yurgan eshitsam, bitta til qarzing bor, unutma. Taqa bola bizada bir xilga erkalar gapirmasligi og'ziga qarab.